mana bu 9-qism va nihoyat. Va qayerda ish qilishdi? Men hali bilmayman. Ustimdan kulyapti bular. Tushundingizmi? Ustimdan kulyapti. Eshigim yo'q. Ha, bor. Hamma narsam yo'q. Qanday olardi? Mana yana. Yaxtavay. Temir bitta dona temir qopti. Opa. Ustini nima qilamiz? Opa! Uxladim men. Xafa bo'ldim hammadan. Alladim, obunachilardan nima xafa bo'lam? Obunachilar. Davay, uyda tepasini tuzamiz. Pastda tosh chiqsa omad keladi bizga. Behruzlar like bosib qo'ysin. Yo'q, bu bilan chiqmayman. Yoniga qo'yamiz agar kerak bu. Mana shu kichkinagina uycham ham yetadi. Ha, yetadi, to'g'ri yetadi. Bana Omad kelmayapti. Ustimdan kulyapti Minecraft'ning. Gel. Yo, yo'qmi menda? Endi uyda yo'qotishim qoluvdi. Yo'q, shu omad keldi. Nima omadim kelmaydi meni faqat. Bo'ldi. Yana bitta verista kelsadim. Kerak emas, hozircha temir istahalar. Lapatka yo'qmi? Bo'ldi. Hammasi kerak menga. Birta ko'laverayim. Voy, rahmat. Davay, bolta bor. Chopib tashlayman va uyimda topishga olg'a. Hello. Ovqat yeb olamiz. Istegim bor-ku. Bu qayerga yetadi endi? Menimcha bu
bu yoqqa yetadi. Ustidagimi? Ustiga qanday qo'yaman men? Tak, yoqmalarni qo'yib turaman. Tak. Voy! Chiqib kiraveraman endi bu yoqqa. Sen nima keling? Oltita yetar. Taski. Ketdi bola. Yaxshi. Ozgina qol. Yet. Yetdi. 6 ta keldi menga. Bitta, ikkita. 4, 5 ta. Nihoyat. Uyim yasaldi. Temirimni ham qaynatib olay. Temir, bitta bunaqa. Ha. Orak, bo'ldi. Orak diyor, meni uyim diyoriga. Kerak. Voy, artefaktga qiziqib. Hemen yarımda qoldim. Bo'ldi. Yetadi shunchasi. Temirim ham bor. Nechta temir? 2 ta temir. Bu yerdagi temir qani? Bo'yi bitta, hozir 2 ta. Yo, bolalar, sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Men Nizritga bormoqchiman. Uyimni ham yasaganman. Bu uyim chiroyli chiqdimi? To'g'rimi? To'g'ri? Kerak bular, hammasi kerak. Men ham bekorga yasamayman. Ay, chaqib qolibman.
Televizorda o'chirib qo'y. Mana shu artefaktga qiziqib qolganman-da. Yetadimi yo'qmi? Yana adaş qoldim men. Video yasamayapman. Uxlamayman. Yetmadi. Maktabim bitta yetmadi. Xo'sh, qayta keldi. Uyimda ta'mirli olmadi bu o'g'lim. Mayli, xayr sizlarga. Ikkinchi qism chiqishini xohlasanglar videoga